boshdagi Olmos studiyasi sizga turli xil video xizmatlarni taklif qiladi. To'ylarni, yubileylarni, baxtli onlaringizni tasvirga olib beradi. To'yxonani o'zida to'g'ridan-to'g'ri zamonaviy Panasonic MX50 video miksherida montaj qilinadi. Video filmlar, videoroliklar, kliplar va reklamalar kompyuter grafika asosida tayyorlab, video kaseta qutisini bezab beradi. Undan tashqari video kasetadan kompakt disklarga o'tkazish, video kasetadagi tasvirlardan fotoalbom tayyorlash, video kamera va video magnitofonlarni ta'mirlab, sozlab beradi. Olmos studiyasi xizmatidan foydalaning. Bular suratga olsa ko'ngil to'q. Olmos studiyasiga gap yo'q. O'ylagan azbaray xudo. Olmos studiyasi bu sifat garovidir. Manzilimiz viloyat madaniyat saroyi. Onlardan şahane onlardan. Yeter. Domla gelin. Assalomu alaykum. Turli falokatlardan asrasin. Musiqalaringizga bo'linglar, qalblaringdagi nima yozgu niyatlaring bo'lsa, shuni bertiradi. Bo'pti, salomat bo'linglar. Yaxshimisizlar hammalari? Kam bo'linglar. O'tganlaringni Xudo rahmat qilsin, qolganlarni salomatligini. Rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Mayli. Ko'rsatganiga shukr, rahmat. Bemalol kerak o'tiraveradi. Musiqani. Pataqlamiz keyin. Bular uchoq boylarlar. Qani domla duo qiling. Qani domla. Amin. Alloh hammamizni qalbimizga mukammal iymon ato. Hamma vaqt xotin bola chaqalar bilan, qo'shni uylar bilan, qarindosh urug'lar bilan sog' salomat, tinch, amon yurishni Alloh nasib qilsin. Amin. Hamma vaqt qiladigan ishlaring o'ngidan kelaversin. Bolalarini orzu havasini ko'ringlar. Hammalaring uzoq ömür ko'rib, shunaqa didor ko'rib turishimizda Alloh nasib va ro'zi qilsin. Amin ya robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Birahmatka ya erhamer Bergan ustozlarni esimga kelganlarini bir eslab o'tmoqchiman. Agar ruxsat bersallaring. Bizga alifboni o'rgatgan o'qituvchilarimiz bor edi. Bir sinfimizda eslaringizda bo'lsa Qo'chqari Ibrohimjon aka edilar. Ikkinchi sinfimizda Yunusov Bomasida domla edilar. Undan keyin bizga sinf rahbari bo'lib o'tgan hurmatli o'qituvchimiz Nuriddin Fayzvoy domlani. Hop, Rahim domla o'tiribdilar, yana umrlari bundan buyoqqa uzoq bo'lsin. Ozgina muddat Saidib Mamadali domla rahbar bo'lganlar. Undan keyin mana Aliy akam o'tiribdilar, rahbar bo'lganlar. Bularning umrlari uzoq bo'lsin. Shu bizga ta'lim bergan o'qituvchilar. Bobonazarov domlamlar, yana agar es olmay qolganlarim bo'lsa uzr. Undan keyin sinfdoshlarimiz. İchimizda shu birinchi bo'lib o'tganlardan Hamrocha bor edi. Undan keyin Asqar Ali, undan keyin Mahburat. Mana yaqinginada elatanlik do'stimiz Husanboyni qo'ydik. Ana hammamiz eslab o'tiribmiz Halimani. Ularning hammalarining umrlari uzoq bo'lsin. Bu yerda bu o'tirishimiz o'zicha bo'lgani yo'q. Oshnamiz Nabib Sobir Ali shu bitta jonlik so'yaylik desak, himmatiga balla. Bitta qo'y olib kelib so'ydi. Mana o'sha qo'yni go'shtdan tanovul qilyapsizlar. Demak, qon chiqarganimiz ham shu hisob bo'lsin. Do'stimiz Murodilla
bir ozgina harakat bilan birovga xatim buyurgan ekan, shu bitgan ekan. Hozir domlamlar shuni bag'ishlab qo'ysalarda, undan keyin tantanali qismlarga o'tsak. Shu o'tganlarimizni ruhlari shod bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Hazm Kur'an'ın sevabını kimge bağışlanır ki? Çeşimiz ötkenler, ustazlarımızga. Sirdoşlar gelirler, bağışlanırlar. Ammalar ayızda cennet olsun. Ağallar daima sağ selamet, bala çakalarımdan hiç aman bul yürüsünü Allah nasip etsin. Amma vakit kılayan işleri ongudan kilevirsin, ahlak etkiye kesmesin. Balalarını arzu hevesini korusun. Amin ya Rabbil alemin vel akıbete lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetke ya erhamer rahimin. Vela hemmemizi kalbimizde mükemmel iman ata kılsın. Neye degende şu miskal çıvısıyam imanla kesse cennette kiredir. Şunun için evvela hemme vakit dua kılinganda kalbimizde mükemmel iman ata kılsın deyiş gerek. İkinciden hemme vakit hatun balaçakalar bilen öz kışlaklarda, öz üylerinde sağ, selamet, tinç, amal yürüyüşlerinin Allah nasip ve rızık kılsın. Hemme vakit kılınan işlerin ongudan kilevirsin. Hiç kesiye kesmesin. Ömürlerin uzak olsun. Balalarda arzu hevesini kolu yürüsünün nasip ve rızıksın. Yana manahınaka 50 bir seferisi 50 yıllık olsa hiç çekilmezden yana şunaka kılıp oturuşunu da nasip ve rızıksın. Amin. Ya Rabbil alemin. Yaşang. Sizam mayna qilib o'ltiring. Kunida nima bo'lsa, shu yerga kelib gapiraversin. Buni bir haligi tadbirini tuzib, boshqa qilib ro'yxat qilib qo'ygan emasmiz. Har kim ko'nglida gapiraman, shu o'rtoqlarim ichida gapirib ketadigan gaplarim bor deydiganlar bo'lsa, marhamat kelib gapirishib, bundan bu yoqqa tantana ko'nlarini choq qilib o'tiraverasizlar. Ha, domlalarimiz o'tirishibdi. Domlalarimiz ham bu yerga taklif qila olmayman, o'sha yerda gapirsam eshitar ekanmiz. Bizalik qilgan sho'xlolarimiz agar eslarida bo'lsa, marhamat eslashib
o'sha davrda qaysi birimizni nima qilishgan bo'lsa eslashaversin, kulishib o'tirishgani yetsin. Ko'llaringda bodlaring kelib, shu yerda ekog'iz gapirib, yaxshilab o'zlaring choq qilib o'tiraveringlar. Marhamat. Kimni gapirmoqchi bo'lsa marhamat. Sanoba keling. Hurmatli ustozlar, sinfdoshlar, mana bugun biz bir ajoyib tantanada o'tiribmiz. Mana ko'p gaplarni Doniyorbek gapirdi. Avvalo men mana shu yig'ilishni tashkil qilganlarga qizlar nomidan o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Mana Doniyorbek, Sobirali, Ahmadali va boshqa hamma yigitlarga va shu bilan birgalikda mana Sobirjon juda katta himmat qildi. Buning uchun biz hammamiz rahmat aytib o'tiribmiz. Mana shu yerda kelgan ustozlarimizga tabarruk qadamlariga hasanotlar bo'lsin, umrlari yana uzoq bo'lsin. Bizni mana shunday tarbiyalab voyaga yetkazishdi. O'tganlarimiz oxiratlari obod bo'lsin albatta. Endi men shu 10-sinfda shu ustozlarimizga atab bir Muhammad o'qib bergan edim. Shu hozir hayolimga kelib qoldi. Mana ustozlarimiz juda ko'pchiliklari o'tib ketishdi, oxiratlari obod bo'lsin. Mana kelganlariga men shu yuragimdagi gaplarni aytmoqchiman. Hurmatim qay til bilan aylay bayon ustozlarim. Odamiy shirin suxan, kamtar chunon ustozlarim. Jon kuyar, mehnat sevar, ham mehribon ustozlarim. Ilmingizdan bahra olur jumla jahon ustozlarim. Charchamay ko'p yil yashang, sog' va omon ustozlarim. Pandingizni har kuni mag'zin hidoyat tingladim. Layli shirin mehrini sevdim da g'oyat tingladim. Farhadu Majnun xayildan hikoyat tingladim. Qoldingiz oq yo'l tilab, sizni nihoyat tingladim. Yod eturman bor ekan to Tandajon ustozlarim. Mana 40 yil ortga qaytdik hozir. Mana shu she'rni men 40 yil oldin sizlarga o'qib bergandim. Endi kecha shu o'ylanib o'tirib mana 40 yil bo'pti. Umrimizni ancha vaqt o'tib qopti. Bundan bag'da ham Alloh umr bersin. Yana shu 50 yillik, 60 yillik, 70 yilliklarni nishonlaylik. Shuni o'ylab o'tirib bir she'r qoralagandim. Hozir shuni hukmingizga havola qilmoqchiman. Endi ko'zanas o'qib bo'lmasa sog'doqqa. Qara ya vaqt o'tishini. Sinfdoshlarimga kechagina bola edik. 40 yil ham ortda qoldi. Shodon gulu g'uncha edik. Husnimizga hamma loldi. Bekinmachoq o'ynar edik. Dars tayyorlash bir bahona. To'planishib yayrar edik. Sinfimiz keng darsxona. Ustozlarning o'gitiga goha amal qilib qilmay, g'o'r ekanmiz so'zlashardik. Har narsani bilib bilmay. O'rta ma'lumotni olgan birinchi qaldirg'och edik. Shoh bo'lsak ham bir mayizni 40 kishi bo'lib yerdik. Turibmiz-ku mana endi 60 ni ham qoralay deb. Damodamda ishq qoqar, keksalik ham mo'ralay deb. Yig'ilishda so'zlashardik, qaynonalar kiyimlardan, uylarimiz bezatardik qimmatbaho buyumlardan. Qiziq, endi o'zimiz ham qaynonamiz, qaynotamiz. Endi so'zlab kelinlardan qozonlarni qaynatamiz. Nabiralar qiy-chuvdan xonadonlar to'lib qoldi. Qizlar buvi, yigitlarchi opa deda bo'lib qoldi. Sinfdoshlar, oy quyoshlar, omon bo'ling 100 yoshgacha. 60 yillik, 80 yillik to'y qilamiz hali ancha. Sizga mehrim beqiyosdir. Sinfdoshlar, qadrdonlar, ikki dunyo saodatin hamroh bo'lsin jonajonlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.
Aşık Yaxshi qo'shiqlardan qo'yib bir ikkita eshitsin keyin gapirishar ekan. kelardi deb umid uzmamaslar hargiz o'zi izlab kelardi deb umid uzmamaslar hargiz 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 umid uzmamaslar hargiz 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 umid uzmamaslar hargiz Shahzodalar jamolidan gulrash ketib kamolidan Shahzodalar jamolidan gulrash ketib kamolidan Bir xabar misolidan esmadi bir sabah hargiz Bir xabar misolidan esmadi bir sabah hargiz 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 esmadi bir sabah hargiz 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 In the Yetkizganiga shukr deb hammangiz o'ynab kulishib bugun kechgacha dam olishingiz kerakdi. Hozir qizlardan shunday taklif bo'lyapti yigitlar. Eshitinglar. Hamma o'zini partada birga o'tirgan sherigi bilan so'zga chiqadi va birga o'ynaydi deb taklif qilishyapti. Rozimisizlar? Rozi. Hozir mana birinchi bo'lib so'zga Minuraxon chiqqanlar, Sodova ekanlari. Qani kelinglar. Otajon bilan Minura. Sodovoy. Bilan Shatmanoy. Oshna o'tyapti. Men qo'yaman, aka, ko'klat qo'ydim. Assalomu alaykum.
hurmatli aziz ustozlar va sinfdoshlar. Mana bugun hayotimizda eng tantanali kun, hayotimizning eng tantanali davrini boshdan kechiryapmiz. Chunki 40 yil mobaynida har birimiz juda ko'p yutuqlarga erishdik, juda ko'p kamchiliklarga, xatoliklarga yo'l qo'ydik. Bu xatoliklarni to'g'rilash davri endi yetib keldi. Mana oramizdan juda ko'p sinfdoshlarimiz boshqalarning hayotda eng chiroyli yo'llarni tanlab oldi. Ba'zi birlarimiz hayotdan chekilishdi. Ularni joylarini jannatda bo'lsin, oxiratlarni obod bo'lsin deymiz. Mana partiyadosh sinfdoshlarimiz yoshlik davrimizda bir-birimiz bilan o'ynab bochoq o'ynagan kunlarimizni eslab o'tiramiz. Sinfdoshlarimiz bilan juda ham yaxshi hayajonli davrlarimizni eslab o'tiramiz. Mana yaqingina kunlarda maktabimizni bitirish davrida qaylarga borib o'qishni orzu qilgandik. Mana o'qishlarni bitirib, oliy ma'lumotlar oldik, hayotda o'z o'rnlarimizni topdik, nebara-chevarali bo'ldik. Allohga ming marta shukrlar bo'lsinki, bundan buyog'i hayotimiz ham to'kin sochin davr bo'lsin. Xatorimizdan xato bo'lmaylik. Yaxshilik kunlar hammamizga doimo nasib qilsin. Uylarimizni to'g'risida mana shu yana saodatda o'tirishni Alloh nasib qilsin. Hammamizga quvonch, baxt, saodat doimo yor bo'lsin. Meni pardadoshim Sobirjondir. Sobirjon qaydasiz? Nabiyev. Nabiyev. Karimjon. Meni o'rnimdan birga o'tirgan ekan. Sadovoy qayerga ketdingiz? Voy Sadovoy. Nabiyev Sobirjon. Pardadosh kelgani, meni sherigi bilasizmi? Ha, bo'pti, kelmaysizmi? O'ynagan. Seni insonga Hajida gapiradi. Kerimjonni ham chaqir meni pardadoshim. Pardadoshingiz nechta? Abdug'ani pardadoshim Kerimjon. Abdug'ani pardadosh. Sodiqjon pardadosh. Karimboy pardadosh. Qolganlar sinfdosh. Hamma o'ynar ekan demak. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Hurmatli ustozlar. Sinfdoshlar. Avvalambor o'tib ketgan ustozlari ruh poklari shod bo'lsin. O'tib ketgan sinfdoshlarimizni ruh poklari shod bo'lsin. Ehtimol shular ruhi shu yerda hozir biz bilan birga kezib yurgandir. Joylari jannatdan bo'lsin. Endi bu hayot ekan. Bir kishi erta, bir kishi kech. Bugungi 40 yillik shodiyona kunimizda shu yerda qatnashmayotgan barcha sinfdosh do'stlarimizni men qutlayman, tabriklayman. Hammalaringiz sihat salomatlik, oilalaringga tinchlik, baxt, saodat tilayman. Tinch bo'linglar doim. Umrlaring uzoq bo'lsin. Bunaqangi o'tirishlarimiz cho'zilib ketmasdan mana 20 yillikdan keyin endi 40 yillik qilib 20 yildan keyin o'tirimiz ekan. Endi bundan keyin sal tezroq 5 yilda bir ko'rishadigan bo'laylik. Xatorimizdan xato bo'lmaylik. Yaxshi niyat maqsadlaring hammalaringniki orzu havaslaring amalga oshsin. Farzandlaringni, nabiralaringni orzu havaslarini ko'ringlar. Bunaqa kunlarga mana yetgan bor, yetmagan bor deyapsizlar. Allohga behisob shukrki, hammamizni shu kunga yetkazganiga shukr. Biz haqiqiy bir-birimiz bilan do'st bo'lib qolaylik. Shundaylar bor senga lutfaylab do'stman deya qo'lin tutarlar, lekin har zum qadaming poylab xato qilishing
kutarlar. Xato qilsang ularga bayram, yo'qsa zahar, zaqqum yutarlar. Mayli jindek zarra bo'lsa ham xato qilishing kutarlar deb yozgan ekan shoir. Biz shunday do'st bo'laylikki, hech qachon bir-birimizdan xato qidirmaylik. Umrlaring uzoq bo'lsin. Tan jonlaring sog' bo'lsin. Muzikani faqat sho'qidan qo'yasiz. Biz ehtimol kimlardir chol bo'ldi, qaridi, nevarasi bor der, lekin biz sho'qiga o'ynaymiz. Mana sinfdoshlar, qani? 18 ga kirgan kunimiz bugun. O'sha odamlar deysizlarmi? O'shanaqasi yo'q endi. Endi navbatdagi Borilib qoldi. Men bolalar tortmani yo'q. Men bilmadim, men Men qo'yganda, siz qo'ysangiz men qo'yaman. Ne kadar? Bu darakçılık kaç tane? Çakır koyuyor bakma. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alas-salah. Hayye alas-salah. Hayye alel-falah. Hayye alel-falah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. آمين اللهم رب هذه الدعوة الطامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه
مقاما محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه من اسمه سيدنا محمد. Assalomu alaykum ahli mo'minlar. Mana bugun bu yerga kimnidir rahbarligida bo'lib uyushtirilib kelib, mana shu yerda 10-klassni bitirganiga 40 yil bo'ldi. Xuddi kechagidek mana vaqt o'tib ketdi. Hammamiz ham mana yig'ilganlar ichida ko'plari 80ga kirgani ham bor, 70dan oshgani ham bor, 70ga yetganlari ham bor. Hammalaringizga men avvalo umr tilayman. Uzoq umr ko'ringlar bolalarni vaqtiga. Endi mevzularga gapimizki, birodarlar, Ali Musa alayhissalom biz aytamizki, Musa-i Kalimulloh deyiladi. Nima uchun shuni deyiladi desa, Alloh bilan gaplashgan payg'ambar. Bir kuni ko'chada ketayotsalar, endi hikoya qilib aytyapman-da. Ko'chada ketayotsalar, xotirdan ovoz kelibdi. Hoy Musa, nima qilyapsan sen menga, ha? Ey Parvardigor, men senga nima qilardim? Namozingni o'qiyapman 5 vaqt. Ro'zani tutyapman 30 kun. Sadaqa beryapman. Seni zikrini qilyapman, debdi. Desalar adam ovoz kelibdiki, bu seni o'zingniki. Masalan, o'qiyotgan namozing senga hujjat. Hujjatning ma'nosini tushunasizlar-ku. Biror yerga ishga kirsangiz, pasportingiz bo'lmasa, ishga olmaydi. Shunisining hujjat debdi. Ikkinchi, tutgan ro'zang do'zaxga qalqon. Uchinchisi, bergan sadaqang qiyomatda boshingga soya bo'ladi. Menga qilgan zikring yuzingni nurga to'ldiradi qiyomatda. Menga seni qilgan amalingni ayt desa, Alloh men bilmayman amalim nima ekanligini debdi. Bilmasang bilib olgan. Allohni o'rtaga qo'yib, do'st tutgan bir mo'minni. Ana shu mo'min sen bilan haqiqiy do'st bo'lsin. Qalbini bilib turib do'st tutqin. Ana shu qadrdon bo'lib do'st tutganing menga bo'lgan katta amal deyilibdi. Tushunasizlar, bu endi o'zbekcha so'z-ku. Payg'ambarimiz aytdilarki, afzalul mu'mina iymonan ahsanuhum xulqan. Ikkinchidir. Afzalul a'mali ba'dal imoni billahi tavaddudu ilan nas deb marhamat qildilar. Aytdilarki, iymonda orqasidan Allohga eng yaxshi amal u do'stlik debdilar. Qadrdon bilib bir-biri bilan mu'minlar do'st bo'lsa, o'sha menga eng yaxshi qilingan amal debdilar. Bu amal ro'za va namozni darajasiga barobar deb qo'ydilar. Ikkinchidan yana aytdilarki, vel mizanı ve za'alehu derecete sahibi sam ve salati diktiler. Aytdilar ki şu mizan vakti, mizan tarazi vaktida shunda hammasini ichida vazmin keladigan ana shu do'stlik ham bir-biriga bo'lgan muomalarni haligi hurmati, axloqi mana shular bo'ladi. Birinchi uni darajasi hatto asalini aytgandek savm va saloti ro'za bilan namozni darajasi bilan baravar bo'ladi debdi. Endi bunga o'zlaring xulosa chiqarib olaverasizlar meni gapimdan. Aytmoqchimanki, mana shu to'planganlarning ham shu birov-birovlaringga muhabbatlaringni ortiqligi, birov-birovlaring bilan doimo ittifoq yashaganlaring bu ayniqsa juda bir Allohga bo'ladigan bir amal hisoblanadi. Hali aytiladi odamlar, mo'minlar qo'lini ushlashib so'rashadi. Shu qo'lni ushlab so'rashganda haligi to qo'li ajramasdan gunohi to'kiladi deyiladi. Nimaga? Mo'min muslimayni yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qadra abd. Debdilar. Nimaga? Bu nima ma'nosi nima? Yaltaqiyon degani o'sha ajramasdan turib shu sizni gunohlaringiz to'kib ketar ekan. Bu albatta birovingizga muhabbatingizni oshkorligi qoladi. Mana shu to'planish ham birov-birovlaringga qadrdon do'st bo'lishlarini namunasi bo'ladi.
Buni hamma o'zlari yaxshi tushunasizlar. Shuning uchun men so'rayman Allohdanki, hamma vaqt mana shunday bir-birlarini ko'rganda hurmat qilishib, bir-birlaridan quchoqlashib so'rashib, hol ahvol qilib turishsa, bu ham Allohga eng yaxshi bo'lgan amallardan deb hisoblanadi. Ikkinchi masala shuki, aytamiz, ularni yaxshilar ushaqlar. Allah bizga to'rtta nima bergan? Ne'mat. Bu ne'matning birinchisi aql, ikkinchisi din, islom dini, uchinchisi hayo, to'rtinchisi amaliy solih. Mana shuni yaxshi bilib, shunga amal qilgan odam haqiqiy mo'min hisoblanadi. Mana aqlni berganidan mana hozir shayda turib, Moskva bilan gaplashyapsiz. Shuni kim qildi shuni? Shuni odamlar qilganlar. Bu Allah'ın bergan aqli bilan qilganda. Shuni. Xo'sh. Endi mana yeydigan narsa nima desa, g'azab ekan. G'azab qilar ekan. Shuning uchun birov bilan urushganda g'azabni to'xtatib, o'zingizni bosib olishingiz zarur ekan. Ammo urushib ketsangiz, birov so'ksangiz gunohkor bo'lasiz. Ammo yaqa olinsa, noto'g'ri bo'lar ekan. Shunga payg'ambarimiz shunday marhamat qildilarki, qo'lan Nabiy alayhissalom sibabul muslimi fusuqun va qinaluhu kufrun dedilar. Avval shu kishi falini qilsangiz gunohkor bo'lasiz, ammo yaqasini ushlab qo'ysangiz kofir bo'lasiz dedi. Shuning uchun hamma vaqt ehtiyot bo'lib, birovlar bilan musulmonlar bilan urdu deyishmasdan yurishlaringiz zarur bo'ladi. To'g'rimi? Bizda bayda hammalaring aqlli, yetukli odamlarsizlar. Hammalaringga albatta Parvardigor iymon tilayman. Hammalaringga mukammal iymon ato qilsin. Iymon bilan kelsin. Shuning uchun kitobda aytilibdiki, innahu yaxraj man kana fi qalbihi misqala zarratin min al-iymon. Ya'ni har bir kishi zarra bo'lsa, zarra eng kichkina narsa. Misqal eng yengil narsa, to'g'rimi? Ana shuncha bo'lsa ham iymon bilan kelsa albatta jannatga kiradi. Beiman kelsa uni aytib o'tirmayman. Tushunarlimi? Endi og'ir bo'lsa ham, bosh qo'ysa ham sizlarga endi bitta narsa payg'ambarimiz so'rabdilarki, payg'ambarimizdan so'rabdiki sahobalardan biri. Taqsir, katta gunohlarni bir aytib bering. Katta gunohlar qaysilar deb so'rabdilar-da. Shunda aytdilarki, birinchisi katta gunohni katagani shirk qilish, Allohga shirk keltirish. Shirk keltirish tushunasizlar endi, dalilga Alloh bitta emas, sherigi bor degan bo'ladi-da. Ikkinchisiga aytdilar, g'oyibdan gapiruvchilar. Masalan, birontasi bolasi yo'qolib qolsa, folbonga borsa, ertaga keladi desa, bittasi turib adashib ketib qolgan kelmaydi deydi. Shuni so'ngra shular g'oyibdan gapiradi. Shunga haligi folbonlarga ishonilmasin degan gapda. Endi hop, ikkinchisini aytdimmi? Uchinchisiga mana hozir bunaqa narsalar bo'lyapti. O'sha O'zbekistonimizda nimagaki? Aynaka birovdan 500 ming 1 million pul olib qo'yib, shuni bera olmasdan e'lon qilgandan o'ldirib qo'yapti. Qutulam mumkin deb. O'ljamal ketadi-ku. Xo'sh. Mana bu bo'ladi. Ikkinchi, birinchisi, uchinchisi o'ldi, uchinchi. To'rtinchisi sutxo'rlik deyilibdi. Katta og'ir gunohlardan bittasi sutxo'rlik. Buni yaxshi tushunasizlar, aytib o'tirmayman. Hop, to'rtinchisi nima? Jangdan qochish deb bu nima ekan deb so'rashsam, masalan, uyingizga o'g'ri kirdimi yoki masalan bir bosmachi kirdimi, shunda bolalarni tashlab, xotinni tashlab qochmaslik kerak ekan. Jang qilish kerak ekan. Himoya qilish. Ham katta gunoh bo'lib hisoblanar ekan. Endi qochib ketdi. Bu narsa ba'zi bir xil odamlarda uchraydi. Ulpatli ayol deyiladi. Bu ayol endi chiroyli ayol, uyda namoz o'qiydi, erigini bergan topshiriqlarni bajaradi, erini hurmat qiladi, kelishiga albatta tabassum qilib uni ko'nglini ko'taradi. Mana shunaqa ayolni halinaqa zinokor deb bo'lmaydi ekan. Tushunarliga?
Zinokor deb bo'lmaydi. Qattiq gunoh bo'lar ekan. Hali xotinlar ba'zisi jahli tez bo'ladi, birovalini qo'liga olib ham hajjalab deb urishib bo'ladi. Ana shu katta gunoh bo'lar ekan. Xo'p, qayerga kelganimni bilolmay qoldim. Endi yana bittasi shuki, yolg'on guvohlik berish. Birov endi bir quloqqa tushib qoldi-yu, shunga bir og'iz so'z kerak. Shuni sizga aytadi, shu borib turib, haqiqatda ko'rganman deb qo'ying. Deb pul berib, aldab shunaqa ham qiladi-da, bor shunaqalar. Bu ham katta og'ir gunoh. Endi nimagaki yolg'ondan birov guvohlik beryapti. Endi og'izdan haligi yolg'onlik guvohki, haqiqatda ko'rganman deb pulga qiziqib guvohlik berib qo'yadi. Bu ham juda katta og'ir gunoh hisoblanar ekan. Endi hali baydoqlar hammasi bilaman, hammalaring ham o'zlarini to'g'ri yo'lga solib olgan odamchilar. Bir marta to'g'ri yo'lga tushgandan keyin ikkinchi o'sha yo'ldan qaytmasdan, gunohni qilmasdan yursa, bu haqiqatda Allohning eng sevimli bandasi hisoblanadi. Demoqchimanki, bittasi eng og'ir gunohlardan bittasi aroqxo'rlik debdi. O'sha vaqtda ham bor ekan, men hayron bo'lib qoldim. Aroqxo'rlik bo'libdi. Aroq endi bu zahar narsa. Buni hayronman, ba'zi bir o'sha biladiganlar ichadi. Masalan, doktorlar ham ichadi. Bu men aytishim kelyapmanki, shuni ichgan doktor emas deyman. Nimaga? Insonda 206 ta suyak var. Buni men o'z qo'lim bilan sanab chiqqanman. To'g'ri gapda. Ana shunda 206 ta teshigi bo'ladi. Har qaysi teshikdan o'sha 50 ga ovqat olib kiradi. Agar aroq ichsangiz, o'sha aroqni ham olib kiradi. Hop, asal yesangiz, asalni ham olib kiradi. Bu aniq bu. O'sha teshikning nomini doktor tilida paramin nutritikum deydi. O'zbek tilida boquvchi teshik deydi. Endi 50 ga ko'proq berib qo'ysa, oyog'ini sudrab olib, yaxshi gangirab yura olmay qoladi. Oyog'ini ham darmini ketadi. Galdirab olib, istalbarim bir narsani quchoqlab qo'y. Galileo to'g'ri aytgan ekan, yer aylanar ekan deb turadi. Shuning uchun endi bu sizlarga endi har kim o'zini asrasin deb aytgan gapim. Shuning uchun shu aroq deganda shuni majbur qilib hech kim birovni ichira olmaydi. Meni yuragimda chatoq. Men mazam yo'q. Men ichmayman desangiz, o'sha mehmon ham ko'yiniga kelmaydi. Shuning uchun shundan har kim o'zini tortishi kerak. Yo'lamanmasa bu to'g'ri gapda. Endi oxirgisini zinokorlik debdi. Bu zinokorlik degan narsani kitobni Merozin degan bir katta kitob bor. Nodiril Meroz degan. Shunda 734-betida aytdiki, shu haligi zinokorlarni ertaroq jo'nataman debdi-da qisqasi. Endi tushunib olasizlar, ha? Ertaroq jo'nataman debdi. Haqiqatdan buni biz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz ham, bilamiz ham. Shu yosh ba'zilar ketib qoladi. Sababi ana shu bizni nimamizni musulmonchiligimizni chatoq qilib ahli olib qoladi-da. Undan keyin oxiri o'zi tezgina ketib boradi. Mana bunday o'ylab qo'ysangiz, ba'zilarini hali ilgarigi vaqtda bo'ladi, xotin olib qo'shish. Hozir ham bor ekan shunaqalar. O'sha olib qochib ketganlar kelgandan keyin o'zi ham o'lib qoladi tezgina. Haligi birga qochib ketgan xotin ham o'lib qoladi. Buni gap ko'p ko'ryapmiz bunaqa narsani. Endi aytmasam ham bo'lmaydi. Bizni nimamizni, shariat ahkomimizni mahkam ushlashimiz kerak. Hali ba'zi bir xil bolalar bor, og'ziga kelganini gapiradi kayf bilan. Shuning uchun o'zini ham ehtiyot qilib, halinaqa og'izlarni kildi mahkam qilish kerak. Nimaga deganda, haligi Nur polvon bilasizlar, o'lib ketdi. Ha? Nur Mirzamzodni xotin zoti Oysha ekan. Meni oldimga bir tuqum pul bilan bilavcha yigit o'rtaga ekan, yetalab keldi. O'sha Nurullo. Nazilla aka. Ha? Nazilla. So'rab qo'ying. Men so'radimki, necha yil qo'ygansan desam, hisobi yo'q dedi. O'yladi. Hisobi yo'q bo'lsa nima olib kelasan bilmayga dedim. Desam, o'sha to'ngan ustiga chiqib, so'rab qo'yavering, domimiz desam, meni oldimga o'lib qolasan debman. Desam, o'lmayman dedim.
nazarda qilib, rummas kezib, mashinani yovib ketdi. Borib so'rashyapti G'affarjonga. So'rasgan ekan, bir haftadan ortiq yashagan yo'q. Bir haftada xotini Oysha o'ldi. O'shaning malakasini o'tkazib bo'lib, sog'lom yurgan bola Narzilar ham o'lib qoldi. To'g'rimi shu? Ha, bu ko'zga ko'rinib turibdi. Bundan boshqa ko'radiganlarni o'zlari yaxshi bilasizlar. Men aytib o'tirmayman. Shuning uchun har kim o'zini bolalarimni baxtiga uzoq yashayin, bolalarimni baxtiga tanlajonim sog' bo'lsin desa, maynaqa katta gunohlardan o'zini nima qilish kerak? Asrash kerak. Tushunarlimi? Mana shunga aytdilarki, agar gunoh qilsa katta gunoh. La tadribu nima? İstiğfar. Ve la kabirete, la kabirete istiğfar ve la sagirete ma'al israr dediler Peygamberimiz. Bu hadis. Aytdilar ki kimki katta günahını qilib qo'ydimi, orqasidan pishmon qilib abbo, men shu gunohni qilib qo'ydim desa, o'sha topda gunohini kechirgan Alloh. Ammo davom ettirsa haligini, tavba qilib ham keyin tag'in ishini ko'rsatsa, unga aytdilarki, la sagirete ma'al israr. Kichkina bo'lsa ham katta gunoh qilib yoziladi deydi. Shuning uchun bir marta katta gunoh qilgan odamlar ikkinchi shunaqa gunohni qilmasligi kerak. Tavba qildimi, tavba qilib ketavish kerak. Bu endi tushunarli bo'lsa kerak. Qaro odam sal ezmala avlodi ko'ngillariga kelmasin, ko'proq gapirib endi to'g'risida shuning uchun men sizlarni hammalarini shu bugungi bo'lgan yig'ilishlar tabriklayman. Hammalarini umrlaring uzoq bo'lsin. Hammalaring o'zlaringga hushyor bo'lib, o'zlaringni ehtiyot qilib katta, kichik shunaqa gunohlardan asrashni Alloh o'zi nasib etsin. Hamma vaqt ishlaring o'ng'idan kelaversin. Hech narsa ketmasin. Yana 50 yillik degan mana shu yerda diydor ko'rishimizni Xudo nasib etsin. Hiç çekilmezden ya 50 yıllığı Xudo nasip qilib. Amin ya Rabbil alamin. Vel akıbeti lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Verhamna ma'ahum ve ahşirna ma'ahum. Birahmetke ya erhamer rahimin. Allahu Ekber. Belli. Rahmet. Neydi adaştan bu vatan? Zavcat. Ahdı hamma yorganın kanı yendi Allah'ın kanı yendi Allah'ım ey hammamizga bir mehru vafo ayla kanı yendi Parvardigorim bir mehru vafo ayla. O'zingizni odam bolalaringiz o'tiribdi. Domladan aytamiz. Endi adam ma'ruza qildilar. Domla endi bir tilab bildi. Meşedine. Assalamu alaykum. Hurmatli o'chmi shu avvalgi shogirdlarimiz endi aytga sanamaysizlar. Domla mana ancha shu musulmonchilikni gapirdilar. Endi men u to'g'rida ko'p gapirmayman-u, lekin mana shu ota-ona bo'lish qiyin narsa. Ko'rinishdan oddiy narsaga o'xshaydi-yu, shu siz bilan bizni farzandlarimiz shu hayotda hammaga ma'qul keladigan bo'lishi uchun avvalambor shu tarbiyalagan ota-ona o'zi tarbiyalangan bo'lishi kerak. Qush uyasida ko'rganini qiladi degan eski maqollar bor. Albatta ota-ona butun yaxshilikni, endi yaxshilik nima u? Allohning musulmon uchun bajaradigan farz amallaridir. Mana domla aytdilar. Endi bu yerda haligim namoz o'qidik. Shu mana hamma pensiyaga chiqqan mana ko'pchiliklar ehtimol uylarida o'qishar.
hech bo'lmaganda shu farz amallardan bittasini ertalab kun chiqmasdan turib, ana shuni bajarib qo'ysa, ham bolalarimiz shuni ko'radi, ham shunga ergashadi. Ham ana shu ishini qilyapgan, ana shu o'qigan ota-onalar iymonli musulmonman deb aytishga nima deydi? To'la haliga ishonadigan, shuni ishonib aytadigan musulmonlar qatorida bo'ladi. Endi hamma musulmonman deb ko'krak uraveradi. Lekin musulmon bo'lishi uchun o'sha musulmonga guvohlik beruvchi narsani bilish kerak. U nima u? Iymon. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ag'ini o'zlaring bilasizlar. Endi shuning uchun farzandlarimiz ham shuni bilish kerak. O'sha ota-onalarimizni haligi qilyapgan uydagi amallarini bolalarimiz ham davom ettirish kerak. Shuning uchun sizlardan iltimos aybga sanamaysizlar. Shu mana hammalaring pensiyaga chiqib qolganlar ham pensiyaga bugun erta yoki yanagi yil undan keyingi yillarda chiqadigan bo'lib turdi. Pensiyaga chiqqan nima ish qilish kerak? Bekarchi bo'lib qoladi. Hech bo'lmaganda shu Allohning shu farz amallarini bunday shu bajarib qolgan vaqtida o'zini haligi o'sha zeriktirmaydigan, charchamaydigan ishlarni qilsa yaxshi bo'ladi. Biz masalan hozir mana 90-yilda nimaga chiqqan bo'lsa, 91-yilda bir pensiyaga chiqqan bo'lsak, hozir o'sha ishni charchagancha qilamiz, boshqa vaqtda biz bo'shmiz. Ertaman o'sha kun chiqmasdan turib, ba'zan kun chiqib ham qoladi. Lekin shunda ham qazosini bo'lsa ham qilib qo'yish kerak ekan. Endi avvalambor hammamiz umrimizga rizqimizga Alloh barakat ato etsin, iymonli qullar qatorida qilsin. Bolalarimizni ham mana shu iymonda, islomda barqaror qilib, shu musulmon degan haligi nomni ulug'lashda ularga Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Hammalaringni qilyapgan ishlaringni o'ngidan bersin, topganlaringga baraka bersin, qalblaringdagi eng yaxshi niyatlaringni Alloh bersin. Salomat bo'linglar. Yashang. Rahmat domla. Biz ustozlarimizni aytganlarini qilib yurganmiz. Avval bizga masalan bir dunyoviy bilimlarni berishgan bo'lsa, mana diniy bilimlarni berishyapti hozir. Ham u tomonni, ham bu tomonni Xudo xolisa qilamiz buni. Rahmat. Domla sizga ming rahmat. Men institutga kirayotgan vaqtimda insho yozishga to'g'ri kelib qoldi-da. Siz endi insho yozishni o'rgatgansiz. Shu 10-sinf bitirayotganimizda Janj Tursun balladasini yozgandim. Institutga shunday borsam Janj Tursun balladasi turibdi-da. Shu menga bir omad bergan ekan shekilli. Arang 3 ga yozib chiqqanman o'shanda. Nomlar. Sal imlo xatoga chatoq edim, nima? Imlo xato qilib qo'yardim sal. Hali tochka bergulni sal uncha qo'ymasdim. Shashliganman. Lekin agar undan boshqa tushgan bo'lganda ehtimol o'tolmasmidim. Rahmat dema. Ustozlarimiz ustoziga ham rahmat. Men chiroyli qo'shiqlar bo'ladi. Domla bir aylanib bering endi birgalikda. Güllər gülər başım, sabır qərəqərdi yoxdur başım. Yoxsa yanında qolay versən, aram bir quyaşım. Aram bir quyaşım. Ey zülfü perişanım, ahdı xamma yorganım. Qani endi jonlarım, bir mehr vafo ayla. Show
Bayramı doğru verelim, ben de doğru verelim. O zaman eski diyor, onu sıcak okuyan annemleri diyorsa yaptı. Ha, hayır, hayır. Bir soat o'zida men sizga chiqqan. Sana buraya oya. Keling endi. To'xtaz gap bilan chalg'itayotgan bo'ladi-yu. Doniyor akam astoydil xizmatga tushib ketdilar ular. G'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Illat izlaganga illatdir dunyo. Kim neni izlasa topgay begumon, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Biz bu yorug' dunyoda hikmat izlab yashayapmiz. Bizni mana shunday kunlarga yetkazganiga Allohga hamd sanolar bo'lsin, shukrlar bo'lsin. Mana shu ustozlarimiz bilan birga o'tirganimizga shukrlar bo'lsin. Endi bugungi mana bu tantana qilish o'zimizga bog'liq. Endi men boshlab qo'ydim, mana pardadoshlar bilan so'zga chiqib o'ynaysizlarmi yoki bir jup qizlar, bir jup yigitlar chiqib o'ynaysizlarmi? Hozir men navbatdan so'z beraman. Shu hamma yuragidagi gaplarni, o'sha o'quvchiligimiz davridagi ba'zi bir qiziq voqealarni eslab, mazza qilib bugun bir dam olinglar. Bu 40 yillik, ya'ni ehtimol 5 yildan keyin, ehtimol 10 yildan keyin. Tabriklab qo'ying. O'yna sharaka oldi. Ha, biz o'ylaymiz. Targis kelmadi bevafo targis. Sevgimga tugamadi jafo hargiz. Sevgimga vafo tilasam tugamadi jafo hargiz. Hargiz tugamadi jafo hargiz. Hargiz kelmadi bevafo hargiz. Sinfdoshlar, shu 40 yillik yubileyimiz bilan tabriklaymiz hammani. Sog' salomat bo'linglar. Bundan bag'da 60 yil, 70 yillik yubiley qilishimizga ham Xudoyim nasib qilsin. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Yasha. Yasha. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Hammalaring tanjonlaring sog' bo'lsin. Hammamiz ham mana hozir 40 yillik qilyapmiz ekan. 50 yil, 60 yilga ham qatorimizdan kam emasdan hammamiz bola chaqalarimiz bilan tinchlikda yetaylik. Hammalaringga sog'lik tilayman. Ahmed Ali kutyapmiz. Doniyor bek jo'natib bering. İbrahim abini sinfdoshim. Ketib qolma. İbrahimjon. İbrahim abini partiyadoshim. To'xta Saraxon, bo'pti. Muzikani qo'y. To'xta. Daqiqa. O'ynaysan endi. Kul bo'ladi. Qoshimda parvonam, menga parvo ham qilmaying, o'zgalarga boqasan. Menga parvo ham qilmaying, o'zgalarga boqasan. Vaqti parvoligingdan Alloh bo'lib yonaman. Vaqti parvoligingdan Alloh bo'lib yonaman. Shaqaboqa o'zgaga qilganimni qilarsan. Shoshmaydi tuzog'imga bir kuni ilinarsan. Boqa o'zgaga qilganimni qilarsan. Shoshmaydi tuzog'imga bir kuni ilinarsan.
boqa o'zgaga Dilgina o'tilarsan Shoshmay tur tuzog'imga Bir kun ilarsan Boqa o'zgaga Dilgina o'tilarsan Shoshmay tur tuzog'imga Bir kun ilarsan O'g'ilbonlar orqada qolyaptimi? Hozir so'z navbatini Mayramxonga, Shodmonoga beramiz. O'g'ilbonlardan Abdug'ani Nesimjonga. Marhamat kelingchi. Mayramxon Shodmonoy. Assalomu alaykum. Hurmatli qadrli sinfdoshlar, aziz ustozlar. Ana shu bugun 40 yillikka to'planibmiz. Men boya sizlarni ko'rib aytdimki, sizlar qizsizlar, hali kampir bo'lmaysizlar deb hazil gap qildim. Yigitlarim, hali oldimizda Xudo xolasa ko'p yillar mana shunaqa yaxshi kunlarni kutamiz. Xudoyim shu kunlardan judo qilmasin, qatorimizdan xato qilmasin Parvardigor. Hammalaringga, oilalaringga, bola-chaqalaringga uzoq umr tilayman. Sihat, salomatlik tilayman. Yo'llaringga baraka, rivoj tilayman. Rahmat hammalaringga. Assalomu alaykum azizlarim. Birinchidan bitta narsa biz xato qildik. Men o'sha oldindan o'yladim, Doniyor aytdiki 35 yilligini qilamiz dedi. Men aytdim, Xudo xolasa shu dachada qilaylik dedim. Undan keyin meni boshimga juda katta narsalar tushdi. Bu dachada sizlarni yig'a olmadim. Shuning uchun sizlardan iltimos kechiringlar. Mana 40 yilligini mashaga olib keldik. Bu asosiy bizning maqsadimiz shu edi. Endi sizlarga ham katta rahmat. Shaga kelib sizlar bizni kashonamizga sizlarga 1000 martadan rahmat. Hop. Ovozini mana qo'ysin ovozini. Undan keyin sizlarga birinchidan mana bizni joyimizga, mana shu ota joyimizga kelibsizlar. 1000 martadan rahmat sizlarga. Ota-onamizning ruhi shod bo'lsin. Rahmat qilgan bo'lsin Parvardigorim egam. Endi bu safargi yig'ilishimizni Alloh taolo buyursa, men o'zimni bog'imda qilaman. O'zimni bog'im bor, Xudo xolasa, bay otamizning joyi. Men o'zimni bog'imda Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib o'tkazib beraman. Niyatim men sizlarga bitta qo'y so'yib, bir maza qilib bermoqchi edim. Oldinga ekan bo'lganda. Endi ilojim bo'lmay qoldi. Endi Xudo xolasa kelasi safarga qo'y so'yib sizlarni yig'ib, Xudo xolasa o'zimni bog'imda o'tkazaman. Bo'ptimi? Rahmat. Undan keyin Abduqonning bog'ida ekan. Rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin. Kelganlaringizga 1000 marta rahmat sizlarga. Bo'pti. Salomat bo'linglar. Yildan-yilga nima qilib boramiz? Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, sinfdoshlar, mana shu kunga yetkazganingizga 1000 marta shukr. O'tganlarimizning ruhi shod bo'lsin, qolganlar salomat bo'laylik, bola-chaqalarimizni baxtiga, xatorimizdan xato qilmasdan yana 60 yillik, 70 yilliklarni ham o'tkazishga hammamizga nasib qilsin. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Katta kichik hammalaringga, domlalarga,
ustozlarimizga. Mashhada kulishib, nima qilaylik dedi Doniyorbek. Maktab uchastkamiz bo'lar edi. Sodovaga bir kun men aytdimki, uchastkamizga suv qo'yib qo'ygan dedim. Desam, "Xo'p" dedi-yu, qochdi. Men uni quvladim. Aylanib yiqilib tushdi. 3 marta ayladi. Ilamiyatim arada suv borda odar beramaymanmi dedim. Desam, odar beramaysan dedi. Bunda qo'limni tagiga solib ko'taraversam, orqa ko'ndalan bo'lib tushdi. Ina usta boshini o'tib, ho'l bo'lganda inaki meni so'kib, inaki darsga kirdi. O'shanga o'xshab nazar domlalar dars beradilar. Bir kun Murodilla nima bo'ldi, domla bilan gap talashib qoldi. Haligi men aqullash ekan o'ynab domla bilan nima bo'ldi, derazadan ochib tashlab chiqib ketdi. Kuyo bo'lganda hammamiz o'sha voqeani so'rabmiz, nimadan, oilasidan gaplashib. Shunaqa qiziq voqealar juda ko'p bo'lgan. Bundan bog'ida ham qiziq voqealar ko'p bo'lib, hamisha ko'pchilik bilan hammamiz ko'z yana 50 yillik, 60 yilliklarga yetishlikda Alloh nasib qilsin. Endi o'ynaysiz. Rahmat. 50 yil, 60 yilga qaramasdan to'y qilaylik, to'ylarda ham uchrashib yuravering. Chiroyli qilib. Xo'p, mana chiroyli qo'shiq bo'ladi demak davraga. So'zga chiqqanlar taklif qilamiz. Marhamat, chiroyli qo'shiqlarni sizlarchi. Kanal to'g'ri so'zni ikkala Tursunoyga, Orzuxonga, Xolbodamga beramiz. 4 tavlariga so'z. Marhamat, qani qizlar. Kelinglar. Assalomu alaykum. Shu yerga yig'ilgan ustozlar va sinfdoshlar. Mana bugun bizni 40 yilligimiz ekan. Hammalaringni mana shu 40 yillik bayram bilan tabriklayman. Hammalaringizga sog' salomatlik, oilaviy ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Hammalaring ham tinchligingiz sog' bo'lsin. Keyin o'g'lim ikog'izga gapirib ketasan. Ke. Hozir mana marhum sinfdoshimiz Mahfiratxonning o'g'illariga so'z beramiz. Assalomu alaykum.
Mana shu onajonimni nimalari hammalaring mana shu qirayli bilan tabriklayman hammalaringni. Umrlaring bundan ham uzoq bo'lsin. Rahmat. Sen ham joningiz sog' bo'lsin. Rahmat, sen joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana shu yerda to'plangan sinfdoshlar va ustozlar hammalaringni shu mana 40 yillik bayramimiz bilan tabriklaymiz. Yana shu yerga to'planib 50 yillik, 60 yilliklarda qatnashishlaringni tilakdoshiman. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Qani olinglar. Navbatdagi mayli. Assalomu alaykum ustozlar va sinfdoshlar. Mana bugun biz 40 yillik yubiley qilayotgan ekanmiz. Yana shu to'ylarni 50 yillik, 60 yillik qilib ko'p yillar yashab yurishimizni tilakdoshiman. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va sinfdoshlar. Hammalarini 40 yillik bilan tabriklayman. Hamma gaplarni hamma o'rtoqlarimiz aytib bo'lishdi. Endi menga qolmagani uchun mana hamma tanigani faqat shu o'xshaydi-ku ashulam bilan hammalari meni tanishgan. Ikkita Tursunoyimiz bu yerda, qaysi Tursunoy deyishganda, o'xshaydi-ku aytadigan Tursunoy deb meni tan olishgan. Endi ikkovimiz aytib beray bo'lmasa, mana qizlarimiz o'ynashsa agar Meni to'xtan. yaxshi bo'lardi. Endi muzikasini o'zingiz u bu deb lala deb turasiz. Aytadi. Qo'shib yuboramiz. Hozir gapirib bo'ldilarmi? Ha, gapirib bo'lishdi. Bular juda chiroyli qo'shiq aytadilar-da. Ha, hozir o'sha men kim kerak maylar. O'shalarni menga bunday qarashib turganda. Bu bolalar Doniyorga topshiraman. Qizlar bizalom. Ha, ayting. Hey yoray, o'ylasam shu dilbarim makkorga o'xshaydi-ku, rahmi yo'q. Durdi vafo dildorga o'xshaydi-ku, yey. Rahmi yo'q, bir bevafo dildorga o'xshaydi-ku, yey. Mulkini gulgul niqobin ochib olma xastani ishqidan bo'ynimga solgan torga o'xshaydi-ku, yey. Bo'ldi, rahmat hammalaga. Endi muzika qo'yasiz, bular o'ynaydi to'rttalar. Ketish yo'q. Yo'q, o'ynaydi. Boy qizlaring molli bo'lar, ojizlaring holli bo'lar. Boy qizlaring molli bo'lar, ojizlaring holli bo'lar. Vujudingga titrab soling, shirin tiling bolli bo'lar. Vujudingga titrab soling, shirin tiling bolli bo'lar. Ay ukakam suyib qolma, sen ham menga kuyib qolma. Ay ukakam suyib qolma, sen ham menga kuyib qolma. Sen ham menga kuyib qolma. Joy tegmaydi. Qo'ling cho'zma, oy tegmaydi. Ko'rdan sevga joy tegmaydi. Ammo labim bosgan piyoladan choy tegmaydi. Ammo labim bosgan piyoladan choy tegmaydi. Oy ukakam suyib qolma, sen ham menga kuyib qolma. Ay ukakam suyib qolma, sen ham menga kuyib qolma. Sen ham menga. Rahmat o'ynaganlarga, mana muzikantlarga ham rahmat, Sadovaga ham rahmat. Mana juda chiroyli davom etyapti bugungi tantana. Endi o'g'il bolalarga Doniyorbek o'zingiz so'z berar ekansiz. Men so'z bersam hadeb kelishmayapti. Hozirgi navbat Xolbadamga so'zlash uchun
Hop. Dilbarxon. Dilbarxonga, Salimaga. Marhamat, davraga. Inobat. Ibrakinch. Devaman jondan demang, maqsadingizni bilgin. O'zga qada bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, qadrdon sinfdoshlar. Shu yil bizni 40 yilligimiz ekan. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, farzandlaringning kamolini ko'rib yurishlaringni Allohdan tilaymiz. Shu qatorida hammamiz tinch bo'laylik. Yana ko'p kun, ko'p oy, ko'p yillarga yetishlik nasib qilsin. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va qadrli sinfdoshlar. Xush kelibsizlar. Mana shunda 40 yilligimiz ekan, 20 yilligimizga ham mana 20 yil bo'pti. 25 yillik qilamiz, 30 yillik qilamiz deb o'rtada shuncha vaqt o'tdi. 20 yil bo'pti o'shanga ham. O'shanda ham mana shu iyun oyida edi. Iyul oyida. Hammalaring tan joylari sog' bo'lsin, qatorimizda Alloh xato qilmasin. Hammamiz bolalarimiz bilan sog' salomat yurishga Alloh nasib etsin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum ustozlar va sinfdoshlar. Sizlarni shu kunlarga yetib kelganlaringdan juda ham xursandman. Hammalaringni umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring baland bo'lsin. Bola chaqalaringni orzu havasini ko'ringlar. Nevaralik, chevaralik bo'lib yuringlar. Hammamiz sizlarning qatorlaringda, to'ylaringda xizmat qilaylik. Endi bundan baqa qaysilaring to'y qilsalaring, o'g'il uylasalaring, qiz chiqarsalaring, bir-birlarimizni to'ylarga aytib, oqibatli bo'laylik. To'ylaringizga boraylik. Ba'zilar mana Salima nevara, hatto nevarasini ham nimaga turmushga berdi. Yaqinda chevara ko'radi. Bizga ham nasib qilsin o'sha kunlar. Hammalaringga rahmat. O'ynanadi endi bo'lmasa. O'ynashadi. Boshida do'ppizari, Samarqandning go'zali. Boshida do'ppizari, soladi menga nazar, jonimga berdi azor. Soladi menga nazar, jonimga berdi azor. Bari bari bari, tegmasin nazar. 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 Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, sinfdoshlar. Bugun mana bir ajoyib kunda to'planib turibmiz. Hammalarini shu 40 yillik o'tishimiz bilan tabriklayman. Yana shunaqa o'qituvchilardan yana ko'pgina o'qituvchilarga Alloh nasib qilsin. Hammamizni qatorimizdan xato qilmasin. Umrimizga rizqini Alloh baraka bersin. Ustozlarimizni ham o'tganlarni Xudo rahmat qilsin. Qolganlar salomat bo'lsin. Hammamizni tenjonimiz sog' qatorimizdan xato qilmasin Alloh. 9-10 kuni to'y qilyapman deb Iramga hamma 9-10 avgust kuni borib o'sha yerda
to'yimizni o'tkazib berasizlar degan taklifim bor. Bitta oshga. Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, oshnalar, o'qituvchilarimiz hammalari. Mana shu yaxshi kunlarga yetibmiz. Bundan baqa ko'p yillarga bexatar beshkas yuraylik Parvardigor, yurt olam tinch bo'lsin. Qatorida hammamiz ham tinch bo'lsin Allohim. Ustozlar va onalar, sinfdoshlar, sizlarni barchalaringni mana 40 yillik bayramimiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Yana 50 yillikda qatorimizdan xato olmasdan shu yo'riqlarda qilishni istayman. Yasha. Karomat. Assalomu alaykum. Mana shu xo'jayinimning oshnalari, mana shu sinfdoshlari, mana o'qituvchilari, hammalaringni tenjollaringiz sog' bo'lsin. Mana 40 yilga yetibsizlar, bundan beri 40, 50, 60 larga ham yetinglar. Ular hammalaringni ham tenjollaringiz sog' bo'lsin. Bizi sog'larimiz ham hammalari xabar olib turishibdi. Tenjolari sog' bo'lsin, bolalarga ega bo'lsin, yaxshi to'ylarni qilsin. Umrlar uzoq bo'lsin hammalar. Qani hamma davraga. Xudo xohlarim zamonan davraga taklif. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 never gonna stop. No, 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 no. So'zga chiqishdi, o'ynashdi. Endi navbat yigitlarga. Doniyorbek qaydasiz? Yigitlarga navbat. Abdurahmonga. Hop, so'zga chiqmang Muhammadjonga. Doniyorbek, mana bu yog'ini endi siz davom ettirasiz.
Yutkazayotganim ustidan. 2 bahoyimiz ana. Ha, ko'chada gapirganda og'iz ochilib gapiraverasizlar, mikrofonni ushlaganda chiqqalaring kelmaydi. Qani? Nabib domla? Nabib domla, gapirdingizmi? Yo'q, gapirmadim. Bir og'iz dil so'zlaringizni izhor qilib qo'ying. Muhammadjon, endi bizga navbat keldi. Endi davrini olib borish bo'yicha bir odam tayinlamagan ekansiz. O'shada ozgina rahbarchilik bo'yicha upushen yo'qdi. Bo'lmasa to'g'rilaymiz. Xo'p, yigitlar nima qolyapti ekanmi? Hozir men to'g'rilaymiz. Nimadan qolyapti ekan? Yo'q, bering hozir to'g'rilaymiz. Yigitlar hayotda hech nimadan qolmaydi. To'g'rilaymiz hozir. Qani qizlardan chiqadigani bormi o'zi? Davraga? Bo'ldi aka. Nimadan o'sha ishlayotgan joyingizdan umumiy rahbar bo'ladi. Shunchalik uyushtirib netgan men rahbar bo'ladigan bo'lsam, fakultetlarda haligiga rahbarlar bo'ladi. Fakultetda bo'ladi. Men prorektorman. Davolash bo'limini rahbari Sanobar bo'lgan bo'lsa, ilmiy ishlar bo'limi siz ekansiz. Demak, yigitlarga boshqarish sizning qo'lingizda ekan. Marhamat, bundan buyog'ini endi davom ettirasiz endi. Ana xolos. Qutulish oson yo'lini topib chiqaring. Yigitlar, tayyorlaning. Jimonlar chaqiring, jimonlar. Jimon. Barcha yigitlar yotib olmasdan o'rningizga o'tiring. O'tiring. Qizlar o'tiribdi-yu, nima yigitlar yotib olasizlar? Xo'p, Sanobarxon, iltimos keling. Yana. Iltimos keling. Davrani boshqarishga to'g'ri kelib qoldi. Keling. Domlamiz. Ey Sodiq, o'tir joyingga. Namoz o'qiysan-ku, qilgan qiligingni qara. Mikrofonda har xil gap gapiriladi. Chunki u domla menga doktor ham ichadi desalar, u kulyapti menga qarab. A doktor ichma, kim ichadi? Qo'ydimi? Foydasini bilgandan ichadi. Xo'p. Men bir eslashimga to'g'ri kelib qoldi.